Peshku. Biz bugun ochildik. Hayron bo'lmaymiz. Hali eng qizig'i ichkariga ketdik. Kelinglar. Peshkuda bugundan boshlab Storm Game klubi ishga tushdi. Qolgan ma'lumotlar Mirshotbekda eshitamiz. Marhamat. Do'stlar, Storm Game klubida zamonaviy eng so'nggi nusxadagi 40 ta kompyuter, 4 ta VIP zonasi, 3 ta oddiy kabinalardan tashkil topgan. Va bu bizning birinchi zalimiz. Birinchi zalimizda 10 ta so'nggi rusumdagi zamonaviy kompyuterlarimiz mavjud. Sizlar komandalaringiz bilan kelib 5 ga 5 bemalol o'ynasalaringiz bo'ladi. Bitta narsani eslatib o'taman. Bizning barcha kabina zallarimizda so'nggi rusumdagi konditsioner va havo almashtirish tizimlari mavjud. Bemalol kelaverasizlar. Ushbu zalimizda 10 ta kompyuter mavjud. Siz bemalol kelib o'sha joylaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan 5 ga 5 kontrmi, dotami umuman qizig'i yo'q. Maza qilib o'ynasangiz bo'ladi. Xullas, qisqa bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldingizlar. Kompyuterxonamizga bemalol tashrif buyuringlar. Sizlarni shaxsan o'zim kutib olaman. Manzilimiz Peshku tumani, O'g'lon qishlog'i yonida joylashgan Kalsoning Amonota savdo majmuasining 2-qavatida. Barchangizni kutib qolamiz.